Hozir men Amerika elchixonasiga mana oldiga keldim, dokumentlarim tayyor, mana bu elchixona hozir kiraman, bilmadim. Нереально odam o'chirib turibdi, ish qilib, hamma отказ olganini ko'rib, meni ham shashtim tushib ketib qolmasa bo'ldi. A few moments later. Hozirgina Amerika posolstvosidan chiqdim. Qaytarib berishdi men buni. Bilmadim. Yes, hazırlaşdım. Prosta o'zim bo'ldim. Amerika futbolda uchrashguncha. Qani hozir uyga borib, videolar reaksiyasini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Raja, yaxshimisizlar? No. Sizlar o'xshamadinglar. Yo'q, o'xshamadimi? Yo'q. Assalomu alaykum. O'xshamabsiz-ku. Mamnaga men bu yerda prichinasini yozib tushuntirib yuborishibdi. Viza добрый. Tabriklayman. Xursandsan? chiqdimi? Ha? Qani? Boshqa kontinentga ketadi. Men yetdim senga. Tushimda ko'rgandim dedi-da senga. Assalomu Va alaykum assalom. O'xshamadi. Ay, 100% berindi o'xshashga. Qanaqa savollar berdi? Короче, nega Amerikaga ketyapsan dedi. Mening planim вообще dahshat bu yozga. Xullas, men bu shtatga, keyin New Yorkdan keyin ketdi Los Anjelesga ketdi. Atlantaga boraman dedim. Dahshat совпадение. 3 ismiga qoldi. 28-iyunku. Kстати, aytgancha meni tug'ilgan kunimda bo'lyapti o'sha o'yin, ikkinchi o'yin. Ish qilib O'zbekiston yutsin dedi, такой energetik deb aytayapman-da. Bo'ldi, всё deb, bo'ldi, bitta deb berardi. 2 minutdan gaplashmadik umumiy. Men bu yerda ana, отказ oldim deb kelyapti. Aytaman, что domo? Eng viza berish kerak bo'lgan odamga domo. Qanaqasiga deb shok ichim, mama qolmadi. Berishdi. Xullas, DS 160 anketasini o'zim to'ldirib, o'zim mana mashinaga rasmga tushib yubordim. Yaxshi ham kirishdan oldin vizaga yordam beradigan Shusterga murojaat qildim. Polni qanaqa bo'lishini tushuntirib, katta yordam berib yubordilar. Hammalarga ularni tavsiya qilaman.